ichakda gullaydi, urug' to'kadi, ko'payadi va ichak shilliq qavatlariga yopishib oladi. Axlatlar yig'ilib, ichak shilliq qavatlariga turib qolgan qismi hech bo'lmaganda 6 oyda bir hafta 10 kunga tozalab tursak. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan inson organizmidagi ichaklar to'g'risida suhbatlashamiz. Mana oddiy insonning yo'g'on ichagi. Bu yerda ovqat hazm qilish sistemani oxirgi ichagi. Oshqozon, 12 barmoq ichak, ingichka ichakda ovqat aylanib shu yo'g'on ichakka borib tushadi. Bu inson yo'g'on ichagining uzunligi 1,20 m gacha borib taqaladi. Mana shu yo'g'on ichagimizda biz iste'mol qilgan oziq-ovqat mahsulotlaridan suvlar shu yo'g'on ichak orqali so'riladi. Biz iste'mol qilgan barcha oziq-ovqat mahsulotlari ingichka ichaklarda vorsinkalari orqali minerallar, oqsillar, uglevodlar, vitaminlar so'riladi. Ichak vorsinkalari orqali va so'rilib kelib mana bu joydan ingichka ichakdan yo'g'on ichakka o'tadi oziq-ovqat mahsulotlari. Mana bu yerda endi suvlar so'riladi. Shu suvlar qonga so'riladi bu ham. Shu suvlar so'rilayotgan paytida agar yo'g'on ichagimiz to'lib ketgan, zabita bo'lib ketgan bo'lsa, o'sha suvlarda so'rilish jarayonida qonni aqli yo'q-ku. O'sha suvlar so'rilayotgan vaqtda ichakning shilliq qavatida yopishib qolgan ovqat qoldiqlari uzoq vaqt 1 sutka yoki 1 sutkadan ortiq turib qoladigan bo'lsa, bu yerda bir hujayrali o'simlik mag'or paydo bo'ladi. O'sha mag'or ichakda gullaydi, urug' to'kadi, ko'payadi va ichak shilliq qavatlariga yopishib oladi. Hozir aytib o'tganimdek, 24 soat davomida biz iste'mol qilgan mahsulot chiqib ketmaydigan bo'lsa, shu yerda ular bir hujayrali o'simlik, ya'ni mag'or paydo bo'lib, bu ko'payadi. Ana endi yo'g'on ichakdan qonga suvlar so'riladida bu yerda najas shakllanadi. O'sha so'rilayotgan vaqtida yo'g'on ichakning chekka qismidagi shilliq qavatidan o'tayotgan suv o'sha mag'orni o'zi bilan olib qon tomiriga olib kirib ketadi. Va qon tomirimizni ichida aylanib yuradida qon tomirlarning burchaklariga, qandaydir chekka qismlarga tomorqangizda suv qo'yganingizda hashak yig'ilgandek sekin-sekin yig'ilib boradida qonni oqimi sekinlashadi. Aylanish tezligi pasayadi. Ya'ni u yerlarga ham shilaqlar to'ladi. Shuni orqasidan qon tomirlar torayishi natijasida qon bosimi kasalliklari kelib chiqishiga sabab bo'ladigan narsani asli negizi yo'g'on ichakdan boshlanadi. Ana endi biz nima qilishimiz kerak? Mana shu yo'g'on ichakni tozalab yuborishimiz kerak. Biz 10 kunlik sanatoriya rejimida ishlaganimizda aynan xohlovchilarni shu yo'g'on ichagini tozalashga biz yordam beramiz. Ya'ni bu klizmalar orqali. Ana endi ayollar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, erkaklarga nisbatan ayollarda ich qotish kasalligi ko'proq uchraydi. Homilador bo'lgan ayollarda homilasini ushlab tura olmasligiga ham sababchi bo'layotgan narsalar ichaklar. Ichakdan virus tortiladi-da, mag'or qonga o'tib qoladi. Endi meditsinada nima qiladi buni? O'sha qon tomirni ukol dori-darmonlar yordamida qonni tozalab yuboradi, qon toza bo'ladi. Lekin ichak ichkarida axlat bilan zabita bo'lib qisilib qolgan-ku, yana suvlar so'rilayotganda qon tomirga yana virus o'tishda davom etadi. Ana endi savol tug'iladi. Nima qilishimiz kerak? Aynan yo'g'on ichakni tozalab yuborishimiz kerak. Yo'g'on ichakni tozalash og'iz orqali tozalasa bo'ladi, lekin bu hujayra darajasida tozalashning iloji yo'q. Shuning uchun biz klizmalardan foydalanamiz. Orqa peshob orqali suv bilan tozalanadi. Boshlanishiga 300 gram,
ertasi kuni 400 gramm ko'paytirib 1 litrgacha olib chiqamiz. Ichayda suvni yurishi boshlanishda ozgina qiyin bo'ladi. 3 kun 4 kun o'tganda ravon yurishni boshlaydi va yo'g'on ichaydan quyilgan suvni orqasidan keyin malhamlar bilan tozalaymiz. O'zimiz tayyorlaydigan malhamlar orqali tozalaymiz. Shu yo'g'on ichayda chap tomondan boshlab yuqori ko'krak qismiga, ko'krak qismidan keyin o'ng tomonga olib kelib yo'g'on ichayda oxirigacha tozalab olib kelamiz. Ana endi oxirigacha olib kelguncha oradan 7 kun 8 kun vaqt o'tadi. Undan keyin ingichka ichaklarni tozalash boshlanadi. Aynan shu klizma orqali. Bunda mana bu yerga chizib qo'yganman, mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu insonning yo'g'on ichagi. Mana bu 12 barmoq ingichka ichak. Mana shu yerga keldi, mana bu pastdagisi ko'r ichak. Mana bu chizib qo'ygan narsalar mana shu axlatlar yig'ilib ichak shilliq qavatlarga turib qolgan qismi. Mana bu tomonda ham xuddi shunday ichak shilliq qavatiga shunday to'lib yopishib ketgan qismi mana shu. Endi ovqat qayerdan yuradi unda? Ikkala shilliq qavatning o'rtasida ozgina joy qoladi-da, yegan ichgan mahsulot shu yerdan surilib, ichaklar qisqarib yozilish natijasida surilib aylanib kelib, mana bu yerga kelganda yo'g'on ichak to'xtaydi. Yo'g'on ichak to'xtagandan to mana bu orqa peshob anus qismigacha bo'lgan 15-20 santimetr masofadagi ichakni nomini to'g'ri ichak deb ataymiz. Ovqatlar yuraveradi. Mana shu yerda najas shakllanayotganda u qotadi, qo'yiqlashadi. Suv qonga so'riladi bu yerdan. Endi ichak ravon bo'lsa, bu erkin harakat qiladi ichaklarda. Qisqarib yozilishi. Agar ichak zabita bo'lib to'lib ketgan bo'lsa, unda ovqatni yurishi qiyin bo'ladi-da, hatto 7 kun, 8 kun, 10 kungacha odamning ichi kelmay turib oladi. Endi uni ximiya vositalari bilan, dori-darmonlar bilan ishni suradigan tabletkalar bor. U tabletkalar mana bu bizning yo'g'on ichagimizda yashaydigan 500 xil turdagi mikrojonivorlarni o'ldirib yuborishiga sababchi bo'ladi. U mikrojonivorlar bizning organizmimizga eng kerakli moddalarni ishlab chiqaradi. 1 gram najasning o'zida 700-800 tagacha, hattoki 1,5 mingtagacha mikrojonivorlar yashaydi. Aynan biz iste'mol qilayotgan dori-darmonlar shu yo'g'on ichakning ichidagi mikrojonivorlarni o'ldirib yuboradi. Hattoki shu mikrojonivorlar bizni qonimizni isitib, temperaturamizni normal holatda saqlab turishga ham yordam beradi. Biz bularni salatlar orqaligina ovqatlantiramiz. U mikrojonivorlar ham ovqatlanish kerak. Biz qo'g'irib, qaynatib yegan oziq-ovqat mahsulotlarini ularga foydasi yo'q. Bularni biz faqat quruq salatni o'zini har xil ko'katlar, qizilcha, olma, sabzi, karam mahsulotlarini aralashtirib, tuz qo'shmasdan, yog' qo'shmasdan o'zini ozgina iste'mol qilsak, u ichaklarimizda aylanib keladida, yo'g'on ichagimizga keladi. Shu yo'g'on ichagimizga o'zi kelgan mahsulot shu yo'g'on ichakdagi mikrojonivorlarni ko'payishiga yordam beradi. Ana endi insonni sog'lom qilish uchun nima qilish kerak? Tasavvur qiling. Uyingizni, hovlingizni 10 kun tozalamasangiz qaysi ahvolga tushadi? Yoki ichayotgan kosangizni yuvmasdan bir hafta qayta ovqat yesiz qanaqa ahvolga tushadi? U qavat bo'lib yig'ilib ketadi ovqat qoldiqlari. Ana endi ichagimiz ham xuddi shunaqa. Qani azizlarim aytingchi, qachon ichagingizni tozalagansiz? Oxirgi marta. Kimdir qachondir tozalagan bo'lishi mumkin. Unda ham operatsiyadan oldin klizma orqali. 1 marta, 2 marta. Bu yo'g'on ichak bir necha marotaba tozalanganda ichaklar bo'shaydi. Yo'g'on ichak raki kasalligiga uchrashiga sabab ham shu aynan yo'g'on ichakda ovqatni ortiqcha vaqtda turib qolishiga sabab bo'ladi. Biz o'zimizni 10 kunlik sanatoriya usulidagi sog'lomlashtirish tizimimizda
Shu yo'g'on ichaklarni tozalab yuborish uchun kasallarga biz o'z tavsiyamizni beramiz. Xohlovchilar ichaklarni tozalatadi, hatto odamni yuziga qizil yuguradi, terilar silliqlanadi, kayfiyat ko'tariladi, odamni quvvatiga quvvat qo'shiladi. Aynan agar sizlarda ham shu yo'g'on ichak kasalligiga mubtalo bo'lgan, ich qotish kasalligiga mubtalo bo'lgan, doimiy ravishda tabletka dorilardan foydalanib yurgan bo'lsangiz, buni foydasi yo'q. Aksincha ziyon qiladi. Yo'g'on ichak kasalliklarini biz klizma yo'li bilan ichaklarni hattoki 12 barmoq ichakgacha tozalab kelishni iloji bor. Biz buni ma'lum siroplar orqali o'zimiz tayyorlagan. Avval suvda, keyin o'sha siroplar orqali yo'g'on ichak va ingichka ichaklarni tozalab, inson organizmini tiklanishiga, sog'ayishiga o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Mabodo sizlarda ham shunday holatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Lekin bu ozgina uzoqroq davom etadigan jarayon. Ich qotish agar surunkali uzoq muddatga 2 kun, 3 kun, 1 haftalab davom etib ketadigan bo'lsa, yo'g'on ichakning mana bu holatlarida yoki mana bu holatlarida ichak osilib, pastga tushib, tepaga chiqib, mana bu yerda xolta holatlari, mana shu yerda axlatlar ko'proq osilib, yig'ilib qolish holatlari ham bo'lib qoladi. Yoki mana bu yerdan kelayotganda bu tomonga bukilib, qaytib, mana bu yerdan ham ovqatlar to'planib, mana bunda osiladigan holatlari ham bo'lib qoladi. Alloh saqlasin, mana shu holatlarga tushmaslik uchun ichaklarimizni hech bo'lmaganda 6 oyda bir hafta 10 kunga tozalab tursak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu holatga tushmaslik uchun ichaklaringizga hech qachon beparvo bo'lmang. Bir yilda hech bo'lmaganda 2 mahal tozalatib turing. Mabodo sizlarda qandaydir savollar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'linglar.